To'rtta o'g'lim bor edi dedi. Qiz bolani dedi, shunaqa ham yaxshi ko'raman dedi. Xudodan dedi, yig'lab yurib Xudodan so'radim. Xudo qiz berdi. Jicha nogironli qiz berdi dedi. O'smaydigan. Gapi yaxshi, tili yaxshi, yeb ichishi yaxshi-yu, bir og'rig'i bor, shu og'rig'i tufaylidan katta bo'lmadi dedi. 3 yasharligidan tili chiqishni boshladi. O'tirolmaydi, turolmaydi, lekin gapiradi. Shu darajadaki mehrini men shunday qiz bolani mehrini dedi domla, shu narsada bildimki dedi, tishi chiqib qichish yesa, akasi qo'lini nima qilsa tishlaydi, ayasi qo'lini nima qilsa tishlaydi. Dadasi siz ham qo'lingizni qulma qilib ko'ringchi desa, qo'limni qilsam menikini tishlamaydi dedi. Keyin e'tibor qilman dedi, yig'lab turgan bo'lsa ham men kirib borsam yig'idan to'xtaydi dedi. Tili chiqqanda bildimki